Assalomu alaykum. Yakubov House obunachilari. Bugun Sahil Plaza qurilish kompaniyasiga keldim. Shu yerda 6-qavatda 2 xonali 56 metr kvadrat remont tayyor. Eng asosiysi birlamchi kirital bilasizlar, narx o'ta darajada shokolad. Oxirigacha kuzatsangiz, narxini aytib o'taman. Yaqinlar manzara baho beringlar bu. Onda turibdi. Oldinda yana yurttirolaringizning parkovka bor. Bu tarafdan parkovka bor, bu xuyo quruqdan ketib kelaverish. Orqa tarafından parkovka bor, bu shavot bo'yi. Bemalol aylanib yuradigan hudud bo'ladi. Shu yerda shuningdek bir katta balkon bor, balkondan даже brushatka tashlabdilar. Yaqinlarda birinchi chetdan ko'rsatib yurttirolaringizning tayyor lift zamonaviy, ajoyib. Bu yerimizda zina, shu to'g'ridagi eshik bo'ladi. Eshiklarni ham ajoyib bilan qo'yib berganlar. Yaqinlar bismillah. Birinchi chetdan ko'rib ketamiz. Remonti tayyor, aytib o'tganimning. Bu yerimiz yuvinish xonasi bo'ladi. Patolgacha kafellar qilingan, stollar qo'yilgan, hamma narsasi tayyor. Yaqinlar kuxniyaga keladigan bo'lsa, kuxniyaning kattaligini ham aytib o'ting. Kuxniyaning kattaligi ajoyib. Video tushishdan oldin ko'rib chiqdim bir qator. Bu yerga kuxniyaning garnitur qo'ysangizlar, xolodilnik hamma narsa sig'sa, bir televizor uchun ham modelli rozetkalar tashlab ketilgan. Televizorni bu yerda esa ustki kursilarni qo'yib, bemalol ovqatlanib o'tirsangiz bo'ladi. Ozgina shunday besparatyod turibdi, ahamiyat bermangizlar, chunki remont svejiy, hali ustalar o'zlaridan ketmagan. Bu yerimiz esa spalnya bo'ladi, yaqinlar. Spalnyamiz kattasini ko'rib turibsizlar. Bu yerda rozetkalar tashlangan, bir de spalnya garnitur qo'yilsa, yana bir splashli shkaflarni qo'yib bersangiz, avval shunday bir hudud tashlab ketilgan shkaf uchun. Spalyadan shuni katta bir balkon ochamiz. Eshiklarni ham ajoyiblardan qo'yibdilar lekin sifatli eshiklar. Bu tarafimiz zal yaqinlar. Zaldan bir ko'rib beramiz. Kattaligi zo'r. Konditsionerlar uchun rozetkalar, televizorlar uchun rozetkalar, даже lyustralar ham shunday zamonaviy ventilyator xilisidan qo'yibdilar. Yana pultda boshqaraversiz bemalol. Yaqinlar kvartirani yo'lib chiqdik. 6-qavatda 2 xonali 56 metr kvadrat. Narxi eshiklar narxi darajada shokolad 455 million takalkan yeri. To'shni shundan bir so'm qaytarmaydi. Sababi birlamchi kredit tomon bilasizlar, plus minus hisoblashasizlar 1 metr kvadratda 8 milliondan gap chiqib turibdi. Hozir yurtdo'stlar asoschilarning 7,5 million bo'lib ketgan. 8 milliondan tayyor kvartira.